Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Roza Washington'dan sözlerimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 3. ayının 5. günü. Haftaga yakşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden aysak, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'qullagan qonun loyihalarining qatorida jami 8 parcha qonun loyiha, bir parcha qonun loyiha hisobda nihoyat eg'ir. Boshqasimi o'xshashli eg'ir. Mesela Tayvan to'g'risida ma'qullangan qonun loyiha jami 8 parcha. Bunun ichida bir parchasi bak eg'ir vatandaşlar. Bunun eg'irlik darajasi nima desangiz, bu qonun loyihasining belgisi 554 belgili qonun loyiha. Bunda nima deyilibdi? Qanday o'tirib qo'yilibdi desangiz vatandaş. Biz Tayvan boğazıda urush portlashning oldini olamiz, cheklaymiz. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar ikkita cheklashni jo'ngini. Biri Rossiya Federatsiyasiga Ukraina urush maydoni harbiy qurol yarog' sotib berishni cheklash. Ikkinchisi Tayvan boğazıda urush paydo qilish yoki Tayvanga hujum qilishni cheklash. Mush ikki cheklash siyosiy jungo qartilgan shuning munosabatlik 8 parça qonun loyihaning ichida eng xatarligi degani, yoki Xitoyga nisbatan eng xatarli qonun loyiha 554 belgili qonun loyihada o'tirib qo'yilgan fikr nima vatandosh? Biz debdi Amerika shirkatlarining kuchiga tayanib, jungo amaldorlarining yuqori darajadagi hatto siyosiy byurodagi amaldorlarning Amerikada qo'ygan omonat qo'ygan pulini yoki moddiy buyum dollar kapitalini jungo xalqiga oshkorlaymiz. Bu qaltis ish bo'ladi vatandosh, agar shunday bo'ladigan bo'lsa. Bugun sizlarga shu to'g'rida leksiya so'zlaymiz. Mavzu mundaq vatandoshim. Endi kelsa canğı kelidi. Jungoning yuqori darajalik amaldorlari hamda Amerikadagi dollar kapitalini saqlab qola olmaydi. Mavzuda xabar 3. ayning 5. kuni Vanmetor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlanadi. Buningdan sal burun 2. ayning 28. kuni Amerika Davlat Majlisida Amerika parlamenti bilan Jungo kommunistlarining raqobatlashish komiteti Jungo tahdidi to'g'risida tunji qatam guvohlik berish yig'ini chaqirib, intayin zo'r diqqat qo'zg'adi. O'xshash bir kunda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasida ishga komitet ilgari kelgan maxsus jungoga qartilgan qonun loyihalar ma'qullab bir necha 10 yillik rekordni buzib o'tdi. Bu ishlarning hech qaysi tasodifiy yuz bergan ishlar emas edi. Bu ishlar Amerika ma'muriy doiralariga, o'xshash bo'lmagan partiya guruhlarga, ilim sohasi sarxillariga o'rtaq to'nishiga munosabatlik ishlaydi. Amerikada yuqori tuvan va o'ng va sol Jungo Kompartiyasi to'g'risida umumyuzlik uyg'unish davriga kirganda Jungo Kompartiyasi 20. navbatlik 2. umumiy yig'in xalqaro vaziyatda biron chapqon ko'tarilganligi to'g'risida ogohlantirishmadi. 2. ayning 28. kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi bu guvohlik yig'inini chaqirdi. 2. ayning 28. kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 20. navbatlik 2. umumiy yig'inning qarorini e'lon qildi.
bir kunde degidek ötendir. Fransiya Halkara Radyo Stansı obzorida mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi Pul muomala komiteti va Tashqi munosabatlar komiteti o'xshash bir kunda 10 necha parcha qonun loyiha ma'qullab, buning ichida 8 parcha qonun loyiha Jungo'ga munosabatlik qonun loyiha bo'lib ma'qullandi. Tarixda az uchraydigan mundaq vaziyat ichida bakma kishining ko'ziga cheliqdig'ini Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi Pul muomala komitetining bir qator dokladlari. Belki shundaqla 554 belgili qonun loyihadir. Ya'ni bu qonun loyihada Tayvan to'qinishini cheklash qonun loyihasi deb ataladi. Bu qonun loyihaning mazmuni Amerika pul muomala organlarining Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlari va ularning oila tavobiatlarini mulozimat bilan ta'minlashni cheklashga va Amerika Moliya Ministerligining Jungoning yuqori darajalik amaldorlarining Amerikadagi xususiy kapitalini tekshirishni talab qilishga berib chetiladi. 554 belgili qonun loyihani o'ttirib qo'ygan Arkansas shtatlik Cumhuriyetçiler Partisi mansubi Avam palata a'zosi Frank Xiyol mundaq ko'rsatdi. Davomini anglaysiz o'tandisi.